Qarang, shu yo'qdi menga. Bu ham menga yo'qdi, buni kiyib chiqqancha bitta o'sha ko'ylak narxini so'rab turgin. Kimdir bormi? Qarab oringlar. Voy hozir. Jon qarab oring. Hozir tanlab bo'ldingiz. Esingdami? 2 yil oldin men tashib ketganding, boygo'chi. Mana ko'rib qo'y, Gentleman degan kiyim do'koni ochdim. Bu yerda tovarlarni men Turkiyadan olib kelaman. Erkaklar uchun hamma narsa bor. Eng asosiysi, bu yerda tovarlarni o'zim sifatiga javob beraman. Bu hali boshlanishi. Bilasizmi, agar o'shanda men sizni tashlab ketmaganimda, siz bu darajaga erishmassiz. Tashlab ketmaganimda, Singlim, kiyimlarimiz yoqdimi? Tanlab bo'ldingizmi? Ha, kiyimlaringiz yoqdi, sifati zo'r. Faqat ishingiz sifatsiz. Almashtirsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, bu kishi mening bo'lajak turmush o'rtog'im bo'ladilar. Yaqinda to'yimiz munosabati bilan dadam shu do'konni bizga sovg'a qildilar. nima? Qaysi vijdon bilan bu gapni aytyapsan? Dadam dedingmi? Dadajonimiz degan xotin.